Bolalarni olib Qurt bozorga yo'l oldik. Samarqandda hammaga mashhur bo'lgan Siyob bozordagi Qurt bozoriga bolalar bilan keldik. Bu yerda turli tuman mazali qurtlarni topishingiz mumkin. Bizga bu qurt juda ham yoqdi. Yumshoq va sho'rtakkina ekan, ta'mi ham boshqacha. Magazinnikiga umuman o'xshamaydi, ishoninglar. Bizga yoqdi. Kiloga o'lchab sotib oldik. Maktablarda har juma kuni milliy kiyim kiyish urf bo'lgani uchun o'g'limga shu do'ppini olib berdim. Bu yerda katta klubnikalar 50 ming so'mdan boshlanar ekan. Yo'limizda davom etib, Registon maydoniga kirib keldik. Kassada bilet pulini to'lab, ichkariga tashrif buyurdik. Endi ozgina Registon haqida ma'lumot bersam. Registon O'zbekistonning Samarqandning eng mashhur tarixiy yodgorliklaridan biri bo'lib, Samarqand shahrining markazida joylashgan. Nomining ma'nosi Registon so'zi forscha bo'lib, qumli joy degan ma'noni anglatadi. Tarixan u yirik savdo maydoni bo'lgan. Registon ansambli 15-17 asrlarda qurilgan, u 3 ta mashhur madrasadan iborat. Registon maydonining ichida shunaqa art galereya, Chorsu galereyasi borligini bilarmidingiz? Bu yerda rassomlar har xil chiroyli rasmlarni chizgan va ko'rgazma qilib ilib qo'yishgan. Ha, aytgancha, bu yerga kirish tekin. O'g'lim bu rasmdagi qizni oyijon sizga juda ham o'xshagan deb qiziqib qoldi va menga o'xshatdi.